Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xalq orasida 24 kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun biz Toshkent viloyati Bekobod tumani Navoiy mol bozoriga keldik. Sizlarga albatta ona bola sigirlar, tanalar haqida, narxlari haqida videolar qilib ko'rsatib boramiz. Ko'pchilik ixtiyor nimaga mol bozorlarga chiqmayapsan deb so'rayapti. Albatta o'zimni boshimga tushdi. Mollar narxini bilmoqchi edim. Kanallardan uncha-muncha Bekobod kanallaridan topa olmadim. Endi o'zim shunga ahd qildimki, Xudo xohlasa, mana shu video like ko'p bo'lsa, prosmotri normalni bo'lsa, har shanba bozor mol bozorlarga Bekobod shahar, Bekobod tumanidagi ikkita mol bozorga har shanba bozor chiqib video qilib turishga harakat qilamiz. Albatta sizlarga ko'rsatamiz. Musofir yurtda yurgan obunachilarimizga ham omad tilaymiz. Musofir yurtda yurgan obunachilarimiz mol bozordagi narxlar bilan qiziqyapti. Mana bugun Xudo xohlasa inshaalloh ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Boshlanishi bugun ena bola sigirlardan video qilamiz. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziq bo'ladi. Qadrli vatandoshlar, mana shu ena bola sigirni 19,5 atrofida qilibdi bozor. 4-bolasi ekan. 4-bolasi ekan. 8 litr atrofida suti bor. Aka, buni yem yeganda 8 litrmi yoki yem yemagandami? Dalada yurib beradi. Dalada yurib. Yem yesa yana ko'proq bo'lishi mumkin. Yelini ham normalni mana ko'rishingiz mumkin. Bolachasi qo'najin ekan. 19,5 million qildi. Qani boshqalarda davom etamiz. Keyingi sigirimizga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum, hormaylar aka. Bozor qancha qildi aka buni? Hozir 20 million so'rayapmiz, kam bor. 20 million so'rayapsizlar. Nechinchi bolasi aka? 5-bolasi ekan. 20 million so'rayapti ekan. Menimcha bozordagi narxlarimiz barqaror deb o'ylayman aziz obunachilar. Keyingi sigirimizga o'tadigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, mana bolachasi ham chiroyligini, tuqqaniga bir hafta atrofida bo'lgan. Nechta suti bor? 5 litr sut yem yegandami, yemagandami? Yem yemaganda 5 litr deyaptilar. Bolasi nima? Bolasi qo'najincha. Narxini qancha so'rayapmiz? 22 so'rayapsiz. Bozor qancha qildi? Hozir keldingiz. 22 so'rayaptilar ekan. Endi narxiga keladigan bo'lsak, azizlar, naprimер deymiz, 19-20 atrofida bersalar kerak. Balki undan ham kamroqqa. Keyingi sigirga o'tamiz. Keyingi sigirga o'tadigan bo'lsak, aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, musofir yurtda yurgan obunachilarimiz, buni qancha qildi bozor yoki qancha so'rayapsiz aka? Assalomu alaykum. 20 so'rayapsizmi? 20 so'rayapti. Chunki bolasi sal kattaroq, bolasi qo'najincha. Nechta suti bor? 5 litr atrofida yem yegan holatidami? Yemagan holatida, dalada yurgan holatida 5 litr atrofida sut beryapti ekan. Qani keyingi sigirimizga o'tamiz hurmatli obunachilar. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, tuqqaniga 3 kun yoki 2 kun bo'lgan bolachasi qo'najinchami? Qo'najincha. Suti nechta? 6-7 yem yemagan holatida, 6-7 ta. Boring ana siz yem berib 10 ta sut beradigan qilsangiz, 1 litr sutimizning narxi Bekobod shahar Bekobod tumanida sut qatig'imizning narxi 10 ming so'm bo'lib turibdi. 50 ming yem ovqatidan tashqari 50 ming so'm sof foyda desak ham bo'ladi. Qancha so'rayapmiz bunga? 26 million deyapmiz. 26 million so'rayapti. Qancha qilib berasiz buni? Chamaysiz qancha? Mashinchaga sotaman, undan kamiga bermayman degan narxingiz qancha? Bozor bilasizlar, endi ko'ramiz. 26 so'rayotgan bo'lsangiz, bir 23larga to'g'ri keladimi? 24 ga berasiz ekanda bo'lmasam. Narxi 24 dan ozgina qo'shib bersalaringiz, ha? 24 dan ozgina qo'shib bersalar, berib yurar ekan. Aziz obunachilar, kuzatishda davom etinglar. Keyingi sigirimizga o'tamiz. Ketdik. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, yana bitta ena bola sigir. Bolasiga bir 15 kun bo'lganmi?
1 oylikka yaqin bo'lib qolgan ona bola sigir. Yelinlarining holati shunaqa. Bozor qancha so'rayapti buni aka? 18-20 atrofida so'rayaptilar ekan. Endi misol uchun shunaqa sigirlar narxi o'bshi 20 million, 25 million yog'i sigirga qarab ketaveradi. 35-40 millionga ham, 50 millionga ham sigir bor. Davom etamiz. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, keyingi sigirimizga o'tamiz. Videomiz albatta borgan sari qiziqarli bo'lib bormoqda. Chunki buni sababi Begobod tuman Navoiy mol bozorimizga rosa ko'p sigirlar chiqibdi. Assalomu alaykum Xormang aka. Bozor qancha qildi yoki qancha so'rayapsiz? 20 million qilyapti. 20 millionga ozgina qanchadan? Ya endi 27 demangda. Bir 23 deng buni aka. Xalq mazza qilsin xalq. Olgan odam baraka topib mazza qilsin buni. Etlikkina chiroyli sigir ekan. Bir 23larga berasizmi buni? Ozgina bormi? Obunachilar bizni kanaldan deb kelsangiz chiroyli qilib akam tushib beradi. Bolasi nima ekan? Bolasi g'unajin ekan. Aziz obunachilar, rosa bu sigirlar bu yil g'unajin tug'ibdi aka. Bir 4-5 dan ko'rdik g'unajin. Suti nechta so'ramadik? 5-6 litr atrofida suti bor ekan mana ko'rib turganlaringizdek. Azizlar, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videomiz agar bir 1000 ta, 2000 ta like yiqsa, har shanba bozor sizlarga mana shunday qilib chiroyli qilib videolar ko'rsatib borishda davom etamiz. Aziz obunachilar, shunaqa sigir ko'rsataman, mazza qilasizlar. Xo'sh, aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, keyingi sigirimizga o'tadigan bo'lsak, aka bozor qancha qildi buni? 18 million 800 qildimi? Ha, birinchi bo'ladi. 19 ga berib yuborasizmi? 19 dan sayyorsa beramiz. 19 2. Bolasi nima? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi, birinchi bolasi. Sog'ib ko'rdingizmi, nechta sut beryapti? 3 ta suti bor. 4 ta suti bor ekan. Mana. Hurmatli obunachilar, keyingi sigirimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi sigirimiz bolasi qani buni? Bolasi qayerda? Bolasi mana ekan. Albatta savdosi bo'lib turgan joyida. Qancha qilyapsiz buni? Qancha? 19,5 qildilar. Yuvashgina nechinchi bolasi? 4-bolasi. 4-bolasi ekan. Chiroylikgina, balandligi ham normalligina sigir ekan mana. 4-bolasi deyaptilar egalari. 19,5 ga bolasi novvoschami? Bolasi ko'paysin. Bolasi g'unajincha ekan, ko'payaversin. Aziz obunachilar, g'unajin rosa bir g'unajin tug'ibdi. Keyingi sigirimizga o'tamiz. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, mana ola sigirimizga keladigan bo'lsak, bolasi bormi yonida? Qani bolasi? Bumi? Ha, men kichkina bolasini kutdim. Ona bola bitta joyda savdo bo'lyaptimi? Bozor qancha qilyapti? 32 million. Ikkalasini-mi? Ikkalasini 32 million qilibdi. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, menimcha bozordagi narxlar unaqa baland emas, barqaror holatida. Suti bormi buni, yo'qmi? Ha? Hozirmi? Yangi hozir 6 litr suti bo'lsa, bu yangiligida qancha sut beradi bu? Yangi tuqqanda. Yangi tuqqanda bir paqir bergan 10 ta oshiq beradi, yilini qarayda. Ha. O'zir. Xo'sh, buni o'zini qancha qilyapti? O'zini yolg'iz. Yo'q, ikkalasi bitta, adelnasiga yo'q. Adelni sotaverasizmi? Yo'q, egasi ber, men ham savdo qilyapman. Ha. Buni bitta ham sotaverasizmi aka? Joyisi sotaveraman. Mashina primerni qancha? Bolasimi? Ma onasi. 30 deyapti, beraman. Ichida yo'qmi hech narsa? Aka, bilmadim. Ochganmi yo'qmi? Aniq emas-a? Lekin qochirtirgansiz. Yaxshi. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, keyingi videomiz davomida keyingi sigirimizni ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Buni qancha qilyapti bozor? 17,5 qilyapti. 17,5 bozor qilyapti. Nechta suti bor? Suti yo'qmi?
To'rtta beshta suti bor ekan. Bolasi nima ekan? Irg'ochi. Aziz obunachilar, haqiqatan ham rosa ko'p sigirlar g'unajin tug'ibdi. Ko'payadi-da, 2 barobar ko'payib boraveradi. Bekobod shahrimizda, Bekobod tumanimizda chorvalar ko'payaversin, baraka kelaversin. Buni qancha qilib berasizlar? Qanchaga bermoqchi bo'lib turibsizlar endi? Boy bozor deyaptilar. Nechinchi tug'ishi? 3-chi bolasi ekan. Aziz obunachilar, orada azizlar, misol uchun nechinchi tug'ishi deb so'ramay qolgan bo'lsam, uzr so'rayman. Orada shunaqa holat ham bo'lib qoladi, odam adashib qolishi mumkin. Bekobod tuman Navoiy mol bozorimiz mana kattaligini ko'ringlar, juda katta. Viloyatlardan ham kelib savdo qilsalaringiz bo'ladi mana. Keyingi sigirimizga o'tamiz. Xo'p, aziz obunachilar, vaqt o'tkazmasdan, ko'p gapirmasdan keyingi sigirimizga o'tamiz. Buni bozor qancha qilyapti? Qancha qildingiz? Qancha qildingiz? 200 kam qancha? 23 million 200 ga savdosi bo'lyapti mana shu ona bola. Suti nechta buni suti aka? 6 litr atrofida suti bor. Bolasi nima ekan? Qoyil, ofarin. Bozorga kelganimizdan beri nechta molni ko'rgan bo'lsak, birinchi erkak sigir sotilishi mana. Birinchisi. Keyingisini ham ko'raveramiz, xudo xolasa. 23 million 200 qilyapti, 5-6 ta suti bor ekan. Nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ish ekan, yoshgina sigircha. Keyingi sigirimizga o'tamiz. Buni qancha qildi bozor? 16-17 atrofida qilyapti ekan. Nechta suti bor buni? 6 litr suti bor ekan. Bolasi nima? Bolasi irg'och ekan mana. Aziz obunachilar, keyingi sigirimizni ko'rsatamiz. Marhamat. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, keyingi sigirimizga o'tadigan bo'lsak, xudo xohlasa, bozor qancha qilyapti aka? Qancha qilyapti bozor aka? 23 million qilyaptilar ekan. Barakalloh deb qo'yasizlar, ko'z tegmasin deb. Bolasi nima? Bolasi novoscha. Nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ish ekan. Yelinlarini ko'rib qo'yasizlar. Barakalloh deb qo'yasizlar aziz obunachilar faqat. Jonlari omon bo'lsin. Videolarimizda davom etamiz. Aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, keyingi sigirimizga o'tadigan bo'lsak, bozor qancha qildi buni? 22 qilyapti. 22 qilyapti ekan. Bolachasi nima ekan? Novoscha bilan 22 qilyapti. Nechinchi tug'ishi jiyan? Ikkinchisi, 2-chi tug'ish ekan mana. Keyingi sigirimizga o'tamiz. Bozor qancha qildi buni? 22 million. Bolasi nima ekan? Erkak. Bolasi erkak ekan. Nechta suti bor? 6 litr suti bor. Nechinchi tug'ishi? Nechinchi tug'ishi? 2-chi tug'ish ekan. Davom etamiz azizlar. Xo'p, aziz obunachilar, hurmatli vatandoshlar, keyingi sigirimizga navbat balandgina. Mana bo'yini ko'rishlaringiz mumkin. Meni bo'yim 1.70 bo'ladigan bo'lsa, mana shuncha kelyapti. Yuvashginami? Yuvashgina sigir ekan. Bozor qancha qildi? 40 million qildi. Nechta suti bor? 15 litr suti bor ekan. Mashalloh deb qo'yasizlar. Bolasi nima? Bolasi operatorimizdan so'rab qolamiz. Bir ko'rsatsa. Nechinchi tug'ishi? 2-chi tug'ish ekan mana. Videolarimizda davom etamiz. Hurmatli obunachilar, qadrli vatandoshlar, keyingi sigirimizga o'tadigan bo'lsak, assalomu alaykum, Xormang aka. Bozor qancha qildi buni? 25. Bozor 25 qilyapti ekan. Bolasi erkak chamasi. Irg'ochi sal kattaroq. 1 oydan o'tib qolgan, ha? Suti nechta bor buni? Eng qiziq joyi. 6 litr suti bor, yemagan holatida menimcha. Yegan holatida 6 ta. Yaxshilab qaralsa 10 tagacha chiqadimi suti? 8 tagacha chiqar ekan mana. Hurmatli obunachilar, qadrli vatandoshlar, shu bilan bugungi videomiz yakun. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar degan umiddamiz. Ancha-muncha sigirlarni ko'rsatdim deb umid qilaman. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, biz ham videolarni gumburlatib qo'yib turaveramiz. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziq va zo'r bo'ladi.
salomat bo'lasizlar. Ilohim hammalaringizni xonadonlaringizda shunaqa sigirlardan 4 ta 5 ta bo'lsin. Xonadonlaringiz barakotli bo'lsin. Olinglar, oldirmanglar. Allohim ishlaringizga barakotlar bersin. Rahmat, salomat bo'lasizlar. O 34 ga sotildi mana. Aka bular qanchadan bo'ldi? Ikkalasimi? 13,5 bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? 75 dan bo'ldi. Bu qancha bo'ldi? 6 million. Qanchadan oldingiz? Ikkalasini 5 millionga olibdi ikkalasini. Bo'ldi bu? 7 million 900 bo'ldi. Qancha bo'ldi bu? 28. Qancha bo'ldi aka? 5,5. 5,5 bo'ldi. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchadan qaytdi? Qanchadan qaytdi? 35 dan qaytibdi ikkalasi. Ona bola. 35 dan qaytibdi. Sotildimi? Qancha bo'ldi aka? 13 million 300. Qanchaga sotildi? 16 million. 13 million 300 ga sotilibdi. Ovozchi. Qanchaga oldingiz, tog'a? 12,5 million qo'najim. 12,5? Yaxshi olibsiz a? Arzon. Qo'najim 12,5. Qochib qolsa to'g'ri. Qanchadan bo'ldi bular aka? Qanchadan qaytdi? 11 ga 13,5 qaytibdi. 11 millionga 13,5. Sotildimi? Qanchaga? 11,8. 11 million 800. Oldingizmi aka? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka bu? Sotildimi? Aziz obunachilar, bozor narxi misol uchun ona bolasiga ham 40 ming so'm, o'nachilar 40 ming so'm ekan. Darvozadan chiqishi. Qo'ylar 20 ming, 15 ming, 10 mingdan 20 minggacha ekan qo'ylar. Darvoza narxi. Shunga qarab chamalarasizlar, sotadigan ham, oladigan ham. Sigirlar 40 ming so'm ekan. Darvoza narxi tanalar ham 40 ming so'm atrofida ekan. Qancha bo'ldi aka? Qanchadan? 18,5 milliondan qaytdi. Bu sotildimi? Qanchadan qaytdi? 20 milliondan qaytdi. Sotildimi aka? Qanchaga? Qanchadan? Hali bor. 17 dan qaytdi. Qanchadan qaytdi aka? Sotildimi? Qancha? 14 million. Hali bor. Sotildimi? Oldi. Qanchaga? 20 million. 20 millionga olibdi. Ketdik endi. Rahmat hammaga. Salomat bo'linglar. Bu yerda bozor uchun ham zo'r ketyapti. Mana bu yerda qishloq xo'jalik mahsulotlari yozib qo'yibdi. Qishloq xo'jalik mahsulotlari. Bu yerda mana murabbiy xizmatlari bor. Salomat bo'linglar.